Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Muhammad Yusuf Mamatqulov kanali obunachilari. Navbatdagi obyektimiz Parkentda So'qoq qishlog'idan bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerimiz oshxona bo'lgan. 3 ga 3 razmerda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, mana shu holatda dekorativniy panellarni devorlariga yopishtirib berdik. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Pataloylarimiz ham o'zgacha bir chiroy bag'ishlab turibdi mana. Qovurg'ali dekor plaslardan urib berganmiz, qattiq, pishiq, yaxshisidan bo'lgan xudo xolasa. Bu tomonimizga mebel tushadi. Bu tomonimiz ponni, mana shunday holatda mebel bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ponni bitkizmadik. Mebel yovib ketadi. Shuning uchun ortiqcha rasxod qilishni keragi yo'q bu tomonga. Rezetka mana xudo xolasa gaz plitaga, vitichkaga, xolodilnikka rezetkalar, suv montajlari, kanalizatsiya montajlari ham bo'lgan mana. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi xudo xolasa. Bu tomonimizga kir mashina o'rnaydi, sovuq suv kelgan bu yerga ham kanalizatsiyasi bilan chiroyli holatda turibdi. Devorlarimizga ponni reyka to'qidik. Reykani ustida mana dekorativniy panelni yopishtirib berdik. Stiklari ham xudo xolasa mana bilinmaydigan holatda bo'lib turibdi. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Bundan 1 yil oldin hammomini qilib berdik mana. Xudo xolasa ishimiz ma'qul kelgan ekan. Oshxonasini ham qilib berdik. Xudo xolasa dakansa shunday ketiladi. Qo'ldan kelgancha mana Like'larni bosib, bizni kuzatishda davom etib turasizlar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Mana 1 yil oldin qilingan hammom. 1 yil oldin qilgan hammomimiz mana. Zakonni ishlayapti. Devorlari mana dekorativniy panel bo'lgan mana. Kir mashina moykri edi, oqiga almashtirdik. Moykrisini oshxonaga qo'yiladigan bo'ldi. 1 yildan beri mana hech qayerga bir qo'l tekkizilmagan, xudo xolasa akkuratniy holda, zo'r holda ishlayapti. Bitta mana shu ligrovkasini almashtirib berdik kecha. Hozir xudo xolasa zo'r ligrovkalari ham yaxshi ishlayapti. Mana 1 yil bo'ldi shu 1 yil bo'ldi. 4-yanvarda to'g'rirog'i 4-yanvarda 1 yilga to'la.